Assalomu alaykum hojona. Va alaykum Yaxshi assalom. dam olyapsizmi sanatoriyamizda? Allohga shukr. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Juda yaxshi. Necha kun bo'ldi? Toshkent. Bugun Xudo xolasa 5-kunim. Hali yoqdimi sanatoriyamiz? Juda ham yaxshi. Nechinchi Juda marta ham yaxshi. kelishingiz? Men birinchi marta kelishim. Menga juda ham yoqdi. Birinchi o'rinda muomala. Albatta. Har bitta shu xodimlar juda ham chiroyli muomala qilishyapti. Albatta. Sharoitlari juda ham yaxshi. Muolajalarni ham juda ham chiroyli tarzda o'tkazishyapti. Kecha mazam bo'lmay qoluvdi, davleniya ham oshuvdi. Birpasda qarab, dorilarni berib, juda ham yaxshi qarash. E'tibor qaratishdi. Juda ham e'tiborli Nima ekan. shikoyatlar bo'lardi sog'lig'ingizda? Mendachi oyog'i? aslida osteoxondroz. Aha. O'shani hisobiga qon yaxshi aylanmaydi. Yuragimga ta'sir qiladi. Hozir mana уже juda ham foydasini bilyapman. Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Rahmat. Shunchalik e'tibor bilan juda ham yaxshi qarashyapti. Ovqatlarimiz ham yaxshimi? Ovqatlariga gap yo'q. Juda ham yaxshi, mazali. Hamma ovqatlari yaxshi. Juda ham yaxshi. Menga yoqdi. Xudo xolasa yana kelaman. Keyingi safar ko'pchilik bo'lib kelasiz. Xudo xolasa. O'zi o'rtog'im bilan kelganman. Ular tavsiya qildilar. Aldamabdimi, tavsiya qilgancha bor ekan? Menga tavsiya qildilar, yuring. Ular ham birinchi marta kelishlari. Ularga ham kimdir tavsiya bergan. O'shalarning tavsiyalari bilan o'rtog'im bilan keldim. Juda ham yaxshi. Xudo xolasa yana kelamiz. Yaxshi, rahmat. Yaxshi dam oling, Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.